dalg'ov tomonga qolib ketdik. Har xil mish-mish gaplar yuribdi. Bozorda eshitdim. Donni narxi osharmish. Pomidor nech pul Jamol aka? Pomidor 5 ming so'm. Optimga? Optimga aksiya, modeliga 2 ming so'm. Vodiring 2 ming. Modeliga 2 ming, Valgasiga 3 ming. Sizdan 13 Cho'l sirchimi? Kilogram. Donaga chiqmami? tushyapti, donaga yutilib qolyapti. Kilogram. 5000 dan. Va kesli emasmi? Dona 10 mingmi? Olcha nech pul? 8 ming. 8 ming. Malina nech pul? Malina 20 ming. Pomidor nech pul olib Pomidor akajon 4 mingdan. 4 ming. 4 mingdan limonlarni 50 ming. Limon 50 ming. Qalampir nech pul? 5 ming. Chesnakchi, jen. Chizing 14 ming so'm, kattasi 8 ming, maydasi. Tarvuz nech pul beryapsiz? Kiloga, ha? 2,5. Karishkani nech pul beryapsiz? 4 ming. Maydasichi? 1000 so'm beraman, o'qiting. Maydasi, ha? Beryapsiz. Qizil karishka nech pul? Altagan? Ha. Kilogacha. Hozir 2 mingdan. Mana shuni qoldi. 2 ming. 2,5 ming. Pomidor 3,5 ming. Bu pomidor kimniki? Nech pul bu? Altaga 70 ming.